Bugun qilib berayotgan xizmatlarimiz Cobalt avtomobili komplekt xizmatlarini qilib beryapmiz. Injektor, zaslonka svechi, qo'shimchasiga tablolarga suv graslarini chiqarib berib, pultlardan zavod qiladigan programma yozib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, programmalash jarayoni ketyapti. Programmalashtirib bo'ldik. Tabloda mana 80 gradus ko'rsatyapti. Maytfonda narjin temperaturani shunda ko'rsatib turadi, bir-biriga pomega bermaydi. Ko'rishingiz mumkin. Kompyuterda mana 82 gradus bo'ldi, tablo bilan birga bir ishlayapti. Tabloda ham 82 gradus. Cobalt avtomobili bitta, test drive qilamiz egalari bilan. Okey, holat qanaqa? Zo'r. O'zgardi, ancha 100% ga o'zgardi. Yurishi, turishi, bosishlari. Kondisionerda ketamiz hozir. Lekin kondisionerda bo'g'ilib qoladi, lekin bunda bo'g'ilmayapti. Skors almashishlari ham planni almashyapti, to'g'ri? To'g'ri almashyapti. Ovozi ham guruh emas, yumshoqqina. Yaxshi ketyapti. Zo'r lekin ketishlar. Tanunisi ham yo'qoldi konditsioner. Titrashlar. Detonatsiya berarmidi? Lekin zo'r lekin. O'zgardi lekin. Konditsionerda planni qo'zg'alib ketyapti. Ancha muncha o'zgardi. Zo'r bo'ldi. Oldingi holatdan ancha zo'r. Kimga shunaqa sifatli, garantiyali xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilishingiz mumkin.